Assalomu alaykum. Bugungi manzilimiz Namangan shahri Nesliga bo'ldi. Xonadonimizga qaytash boson 5 variant darvozamizni isini boshladik. Katta razmer, eni 380, balandligi 4 metr bo'lgan darvoza. Qavatli variant yasalgan. Darvozamiz eni 380, balandligi 4 metr bo'lgan. Darvozamizni kaletkalari ichkariga ochiladigan bo'lgan. Odam kiradigan kaletkasi o'ng tarafda ichkariga ochiladigan qilib yasab berganmiz. Teva qismida ochilmaydigan taxiya qismi qolgan 60 sm lik holatda. Rangi avtomobilga GK2